Allah! Eron ham urushga jiddiy tayyorlangani ma'lum bo'ldi. Eron 5 ta davlatga zarba bermoqda. Isroilda odamlar raketa hujumidan qochib, pana joylarga yashirinmoqda. Isroilliklar oldinda bizni qiyin kunlar kutmoqda. Isak Herzog, Isroil prezidenti. So'nggi jang. Pahlaviy Eron xalqiga murojaat yo'lladi. Tramp eronliklarni hukumatini ag'darishga chaqirdi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Turkiyalik tajribali urolog Yunus Tur tavsiyasiga asoslangan ushbu mahsulot Turkiya an'analari va zamonaviy yondashuv uyg'unligida ishlab chiqilgan. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Sog'likni ertaga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Eron ham urushga jiddiy tayyorlangani ma'lum bo'ldi. Eron 5 ta davlatga zarba bermoqda. Yaqin Sharqda vaziyat keskin ravishda yangi bosqichga o'tdi. Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi Isroilga qarshi keng ko'lamli harbiy operatsiya boshlaganini rasman e'lon qilib, raketa va uchuvchisiz uchish apparatlari orqali amalga oshirilayotgan zarbalarni javob operatsiyasining birinchi to'lqini deb atadi. Tehron bayonotida bu hujumlar Eron hududi va manfaatlariga qarshi amalga oshirilgan tajovuzlarga javob ekani ta'kidlandi, hamda operatsiyalar vaqt jihatidan cheklanmasligi ochiq bildirildi. Eron rasmiylari AQSh va Isroilning ehtimoliy qo'shma zarbasi ular uchun kutilmagan bo'lmaganini, shu sababli javob strategiyasi oldindan tayyorlanayotganini aytmoqda. Yuqori lavozimli amaldor Al Jazeeraga bergan izohida Eronni tinchlanishga, zarbalarni cheklashga yoki taslim bo'lishga chaqirayotganlar xom xayol bilan yashayotganini bildirib, har qanday bosim rad etilishini ma'lum qildi. Harbiy keskinlik faqat Isroil bilan cheklanib qolmaydi. Mintaqalardagi AQSh harbiy infratuzilmasi ham nishonga olinayotgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Bahrayn poytaxti Manamadagi Jufair tumanida joylashgan AQSh harbiy dengiz kuchlariga Fors ko'rfazidagi asosiy bazasi atrofida portlashlar kuzatilgani, osmonni tutun qoplagan haqida videolar tarqaldi. Ayrim manbalar hududga Eron ballistik raketalari uchib kelganini da'vo qilmoqda. Bu holat mojaroning endi bevosita Eron-Isroil qarama-qarshiligidan chiqib, AQSh ishtirokidagi kengroq regional to'qnashuvga aylanishi ehtimolini kuchaytirdi. Shu bilan birga Eron hududining o'zida ham portlashlar qayd etildi. Bushehr shahrida joylashgan mamlakatdagi yagona atom elektr stansiyasi yaqinida kuchli portlash ovozlari eshitilgani, Yazd shahrida ham zarbalar sodir bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Hujumlar energetika yoki harbiy obyektlarga qaratilgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ammo zarar miqyosi va sabablari hozircha aniq tasdiqlanmagan. Agar energetika infratuzilmasi nishonga olingan bo'lsa, bu mojaroning strategik bosqichga o'tganini anglatadi. Mintaqaviy zanjir reaksiyasi alomatlari ham tobora kuchaymoqda. Yaman hududida faoliyat yurituvchi husiylar harakati Qizil dengizda xalqaro savdo yo'llari orqali harakatlanayotgan kemalarga qarshi hujumlarni qayta boshlashi mumkinligi e'lon qilindi. Ular bayonotiga ko'ra, zarbalar global savdo uchun muhim bo'lgan dengiz yo'llagiga ta'sir qilishi mumkin va bu harakat mintaqadagi harbiy strategiyaning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. Bu esa energetika va logistika bozori uchun jiddiy xavf tug'diradi. Fors ko'rfazi davlatlarida ham xavotir kuchaymoqda. Qatar poytaxti Dohada portlashlar haqida xabarlar paydo bo'ldi. Mahalliy mudofaa tuzilmalari esa Eron tomonidan uchirilgan raketalar tutib qolinganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotlar to'liq tasdiqlanmagan bo'lsa-da, mintaqa bo'ylab havo hujumidan mudofaa tizimlari maksimal jangovar holatga keltirilgani aytilmoqda. Umuman olganda voqealar rivoji Yaqin Sharqdagi qarama-qarshilik endi alohida epizodlik zarbalardan chiqib, ko'p davlatlarni qamrab olishi mumkin bo'lgan keng regional inqiroz bosqichiga kirganini ko'rsatmoqda. Harbiy harakatlar Isroil, Eron, AQSh harbiy bazalari, Fors ko'rfazi davlatlari hamda Qizil dengiz savdo yo'llarigacha yoyilayotgani global xavfsizlik, energiya narxlari va xalqaro siyosiy muvozanatga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Isroilda odamlar raketa hujumidan qochib, pana joylarga yashirinmoqda. Isroilliklar oldinda bizni qiyin kunlar kutmoqda. Isak Herzog, Isroil prezidenti. Isroil hududi keng ko'lamli raketa tahdidi ostida qoldi. Eron tomonidan amalga oshirilayotgan zarbalar ortidan mamlakatning turli shaharlarida havo hujumi signallari yangrab, minglab fuqarolar boshpanalar, yer osti pana joylari va himoyalangan hududlarga shoshilinch ravishda yashirinayotgani kuzatilmoqda. Favqulodda vaziyat rejimi deyarli butun mamlakat bo'ylab joriy etilgan bo'lib, aholi harbiy qo'mondonlik ko'rsatmalariga qat'iy amal qilishga chaqirilmoqda.
Isroil prezidenti Isak Herzog xalqiga murojaat qilib, vaziyatni tarixiy va dramatik burilish nuqtasi deb atadi. U AQSh va Isroil armiyalari tomonidan Eron tahdidiga qarshi boshlangan qo'shma operatsiyani strategik qaror sifatida baholab, AQSh prezidenti Tramp hamda bosh vazir Netanyahuga minnatdorlik bildirdi. Herzog ochiqchasiga Isroilni og'ir kunlar kutayotganini tan olib, fuqarolarni sabr-toqatli bo'lishga, harbiylarga esa to'liq ishonch bildirishga chaqirdi. Prezidentga ko'ra, mamlakat bir vaqtning o'zida quruqlik, dengiz va havo frontlarida tarixiy sinovdan o'tmoqda. Bosh vazir Netanyahu ham Eron hududiga berilgan zarbalar yuzasidan keskin siyosiy bayonot bilan chiqdi. U operatsiyani faqat harbiy maqsadlarni ko'zlashini, balki Eron ichidagi turli millatlar, forslar, kurdlar, ozarbayjonlar va balujlar uchun o'z taqdirini o'zi belgilash imkoniyatini ochish mumkinligini ta'kidladi. Netanyahu Isroil jamiyatini birlashishga chaqirib, mamlakat xavfsizligi uchun uzoq davom etishi mumkin bo'lgan kurash boshlanayotganiga ishora qildi. Uning bayonoti mojaro faqat mudofaa operatsiyasi emas, balki kengroq geosiyosiy maqsadlarni ham o'z ichiga olayotganini anglatadi. Harbiy jihatdan esa Isroil mudofaa kuchlari Tsahal, AQSh qurolli kuchlari bilan birgalikda Sher g'azabi deb nomlangan keng ko'lamli qo'shma kampaniya boshlanganini tasdiqladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, operatsiya doirasida Eron hududidagi o'nlab harbiy obyektlar, raketa infratuzilmalari hamda strategik nishonlarga aniq razvedka ma'lumotlari asosida zarbalar berilmoqda. Tsahal Eronning yadroviy dasturi, raketa ishlab chiqarish salohiyati va Isroil chegaralari yaqinidagi proksi kuchlarni moliyalashtirish faoliyatini mamlakat xavfsizligiga to'g'ridan-to'g'ri tahdid sifatida baholadi. Harbiylar operatsiya zarurat tug'ilguniga qadar davom etishini bildirgan. Ichki frontda ham tayyorgarlik maksimal darajada olib chiqildi. Isroil Sog'liqni saqlash vazirligi barcha shifoxonalarni eng yuqori jangovar tayyorgarlik rejimiga o'tkazib, muhim tibbiy bo'linmalarni yer osti va himoyalangan zonalarga ko'chirishni buyurdi. Bu qaror mamlakat keng miqyosli raketa zarbalari yoki uzoq davom etadigan urush ssenariysiga tayyorlanayotganini ko'rsatadi. So'nggi jang. Pahlaviy Eron xalqiga murojaat yo'lladi. Video. Eron sobiq valiahd shahzodasi Rizo Pahlaviy Eron xalqiga murojaat qilib, mamlakat uchun hal qiluvchi lahzalar kelganini ta'kidladi. Hurmatli vatandoshlar, biz hal qiluvchi palladamiz. Qo'shma Shtatlar prezidenti Eronning jasur xalqiga va'da qilgan yordam endi yetib keldi. Bu gumanitar aralashuv va uning maqsadi buyuk Eron mamlakati va xalqi emas, balki zulm apparati va o'ldirish mashinasi bo'lgan Islom Respublikasidir degan Pahlaviy. Shuningdek, u so'nggi jang ekanini va unda Eron xalqi Islom Respublikasi tuzumi ustidan g'alaba qozonishi ta'kidlangan. Biroq bu yordam kelganiga qaramay, oxirgi g'alaba baribir bizniki bo'ladi. Bu oxirgi jangni biz Eron xalqi yakunlaymiz. Ko'chalarga qaytish vaqti yaqinlashdi degan u. Bundan tashqari Pahlaviy mamlakat harbiylariga qasamyodini eslatgan. Endi Islom Respublikasi qulagan bir paytda mamlakat harbiylari, politsiya va xavfsizlik xizmatlariga mening xabarim aniq. Siz Islom Respublikasi va uning rahbarlarini emas, balki Eron va Eron xalqini himoya qilishga qasamyod qildingiz. Sizning burchingiz xalqni himoya qilishdir. Vatanimizni zulm va jinoyat orqali garovga olgan rejimni emas. Xalqqa qo'shiling va barqaror va xavfsiz o'tishni ta'minlashga yordam bering. Aks holda siz Xamenei va uning rejimining buzilgan kemasi bilan birga cho'kib ketasiz degan Pahlaviy o'z murojaatida. Tramp eronliklarni hukumatini ag'darishga chaqirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bo'yicha operatsiyalar haqida 8 daqiqalik bayonot berdi va unda Eronga qilingan hujumda AQShning ishtirok etganini tasdiqladi. Uning qayd etishicha, Eronga qilingan harbiy operatsiyalar Amerika xalqini himoya qilish uchun amalga oshirilmoqda. Amerika qo'shinlari yaqinda Eron hududida katta harbiy operatsiyani boshladi. Bizning maqsadimiz amerikaliklarni himoya qilish va Eron rejimidan keladigan bevosita tahdidlarni yo'q qilishdir. Bu juda qattiq qo'l va dahshatli odamlar guruhi. Ularning tahdid soluvchi faoliyati to'g'ridan-to'g'ri AQShga, bizning qo'shinlarimizga, chet eldagi bazalarimizga va butun dunyo bo'ylab ittifoqchilarimizga xavf tug'diradi degan Tramp. U shuningdek, AQSh Eron raketalarini yo'q qilishi va ularning raketa sanoatini yer bilan yakson qilishini ham ma'lum qilgan. Isroilning tezkor operatsiyasi. Bugun 28 fevral kuni AQSh Isroil bilan birgalikda Eron hududiga hujumlar uyushtirishni boshladi. Qatardagi AQSh elchixonasi barcha xodimlarga zudlik bilan xavfsiz joylarda boshpana izlash buyrug'ini bergan. Eronning Mehr axborot agentligi Tehrondagi Eron razvedka binosiga hujum qilinganini da'vo qilmoqda. Shuningdek, Air Haifa aviakompaniyasi ichki front qo'mondonligi ko'rsatmalariga muvofiq bugungi barcha reyslarni bekor qilgani haqida xabar berilgan. Bundan tashqari, OAV Eron aholisiga tayanib, mamlakatning turli hududlarida tartibsizlik va vahima hukm surayotgani haqida xabar bermoqda. OAVga ko'ra, Isroil tomonidan start berilgan operatsiya Yehuda qalqoni deb nomlangan. Shu bilan birga Isroilda bo'lib turgan harbiy texnikalarga yoqilg'i quyuvchi vositalar ham Isroilni tark etgani haqida xabarlar bor. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.